Hozir sizlar bilan ko'rinishidan juda ham qiyin, lekin chizilishi juda ham oson bo'lgan kartina chizamiz. Buning uchun birinchi shunaqa aylanalarni chizib olamiz. Bu aylanani chetgacha yo'naltiramiz va xuddi shu asnoda keyingisini endi bo'lsa bu chiziqlarning ichiga kichkina ilon iziga o'xshagan chiziqlar qo'shib chiqamiz. Albatta chiziqlaringiz juda ham tekis, ideal chiqishi shart emas. Bu art terapiya aynan asablarni tinchlantirib